Do'stlar, bugun men Nukusda Aliyar Do'stnazarov ko'chasida Stroy City'damiz. Sizlar bilan bu yerda obzor qilib beraman. Bu yerda hamma narsalarga skidka ketyapti. Optim narxlarda turli tuman stroy qurilish mollarini xarid qilsangiz bo'ladi. Ketdik, sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz. Eshikdan kirib, birinchi ko'zim tushgan narsa gibkiy mramor bo'ldi. Gibkiy mramor Qoraqalpog'iston bo'yicha yo'q narxlarda hozirgi shu turishi 78 ming so'mdan sotilyapti. Umuman hayratlanarli narxlar bo'lib ketdi. Stroy City'da yana tag'in menga yoqqan jihozlar uyga deklarativniy televizorlarning yanına qo'ymagan yoritgichlar bor ekan. Undan ham tashqari kollagenlarning turli tumanlari bor ekan. Bu yerda vibr ko'p, xalagan narsangizni kelib xarid qilishingiz mumkin. Yana arzon skidka narxlarda. Eng qizig'i, bu do'kon o'zimizning Amudaryolik yigit tomonidan ochilgan. Agar Mang'itdan men nomidan kelsangiz, yana alohida skidka narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Undan ham tashqari bu yerda elektr tovarlardan avtomatlar ham topishingiz mumkin. Ishqilib elektr tovar deganning hamma narsasi shu yerda mujassam. Stroy City'da undan ham tashqari sizlarga aristollar bor ekan. Aristollarning 30 litrdan boshlab 150 litrgacha 8 xil brend ostidagi aristollarni topishingiz mumkin. Yana tan kachестволari bir-biridan yaxshi xillar. Xalasangiz yerkranga qo'shishingiz mumkin, xalasangiz vodoprovodga, xalasangiz dizvodalarga qo'shishingiz mumkin. Hammasina kachествоsi javob beradi. Bu yerda yana sizlar ekonomishniy kotyollardan topishingiz mumkin. 100 kvadratdan 500 kvadratgacha hozirgi kunda gaz tanqishligini bilasiz. Uyimizda gaz ko'p yog'amiz, bizlar element yetmaydi deydigan odamlarga bu kotyoldan ixchamli. Sababi gazda oz tortadi, isitish tizimi zo'r, kachествосini gap bo'lishi mumkin emas. Bizlar o'zimiz uyimiz ham, ish joyimiz ham shu kotyollardan foydalanib o'tibmiz. Hozirgi kunda Nero kompaniyasining mahsuloti kotyoli kirib keldi bularga. Bular dilerchiligini olib arzon narxlarda sotyapti. Shu Qoraqalpog'iston bo'yicha hammaga yetkazib berish xizmatlaridan bor. Ekonomishniy kotyol olganingizdan keyin обязательно radiator ham olishingiz kerak. Alyumin bilan bemetal hidlari bor. Undan ham tashqari panelli radiatorlar ham bor. Agar kelsangiz, shu yerda o'zi ish yurituvchi bag'alar afzallik taraflarini tushuntirib beradi. Bu zona ustalarimiz uchun bo'ladir. Ustalarimiz bu yerga kelsa, har turli o'zining jihozlarini, o'zining instrumentlarini xarid qilishi mumkin. Sababi bu yerda dilerstvoni olib qo'yibdi, yana sizlarga qo'shimcha sovg'alar ham qo'shib beradi. Bu yerda ayollarimizning eng yaxshi ko'rgan Stevni rakovinalaridan bor ekan. Eng so'nggi zamonaviy uslubda tayyorlangan bari. Tiylarni orqani tozalashga o'ng'ayli, uyga qo'ygandan boshqacha vid berib turadi. Stroy City'da 12 ming xil qurilish mollarini topishingiz mumkin. Kerak bo'lsa, hamma narsani mirindan sirnacha shu yerdan gatoy qilib olib ketsangiz bo'ladi. Yana arzon skidka narxlarda. Ulgurib qolmaz, skidka vaqti chegaralangan.